Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz hamda chorva ishqibozlari, hammalaringiz omonmi, sog'lom charchamayapsizlarmi? Bugungi berib boradigan maslahatlarimizni hozir Samarqandda Chorvador akamizning fermasidamiz. Seliskidamiz. O'sha hozirgi kelayotgan kasalliklar hamda o'sha dezinfeksiya ishlari hamda berilayotgan oziqalar haqida hamda o'sha o'suvchi bo'lgan mollarga qanaqa vitaminlar qilinayotgan ishlar haqida maslahat berib boramiz. Agar kanalimizda maslahatlarimiz sizlarga ma'qul kelsa, albatta like bosib, kommentariyaga fikr va mulohazalaringizni qoldirasizlar. Hozir ham ukamiz kelgan. O'sha nima deydi, o'sha chorva mollariga o'sha kerakli bo'lgan maslahatlarni berib boramiz-da. Xudo xolis, qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum hammaga. Hormaylar, charchamayapsizlarmi? Bugun juda chiroyli video olishga harakat qilamiz. Xudo xolisa sizlarga manfaatli bo'ladigan video olishga, chunki juda ham kuchli veterinar vrachlar bo'yicha hozir kerakli savollarni beramiz va ularga javobini olib, xudo xolisa hammasini sizlarga ochiq-oydin ko'rsatib beramiz. Xudo xolisa. Bugungi mavzuyimiz nima aka? Bugungi mavzuimiz o'sha hozir aynan kunda sig'ida birinchi o'rinda shu kasallik teleroz bo'yicha qo'ldan kelgancha maslahat berib boramiz. Ikkinchisi o'sha dezinfeksiya ishlari. Juda ko'p o'sha videolarimni qo'yib boraman. Kerak. Uchinchisi o'sha chorva mollarini qanday saqlash holatlari. Hamda oziqa. Oziqasi. Oziqa borasida. Uchinchi berib ketamiz, xudo xolisa. To'rtinchisi dezinfeksiya ishlari bo'yicha. Gap yo'q. Dezinfeksiya ishlari bizga qay darajada muhim? Dezinfeksiya ishlari chorva mollarida saqlashga o'sha sharoitga qarab. Ko'p joyda dalalarda hozir mollar, masalan, fermer xo'jaliklariga chiqqan bir xil joyda mana bunday holatlarda, yopiq holatlarda. Hozir mana bu yerlarda yopiq holat. Bunday turgan joylarda ko'proq tezroq dezinfeksiya qilib o'sha sanitariya gigiyena holatlariga rioya qilgan yaxshi. Foyda beradi. Gap yo'q. Bu tarafimizda akamizda Shahzod akamiz, veterinar vrach akamiz, bular juda ham kuchli veterinar vrach. Xudo xolisa shunga bugun men uchun juda ham sharaf bo'ldi. Ikkita kuchli veterinar vrach oldiga kelib, ulardan maslahatlar olishi va albatta sizlar bilan bo'lishga. Boshlaymiz aka, unda xudo xolisa. Xo'p, birinchi savolim, nima sababdan kunlarimiz isigan paytimizda teleroz kasalligi avjiga chiqadi aka? Birinchi o'rinda o'sha kana 28 xil, 30 xilga yaqin kanalar bor. Kasallikni toshuvchi 28 xil, 28 xil kasallik toshuvchi kanalar bor. Ana shu bir kunda agar kana o'sha kasallik toshish bo'yicha 30 tagacha molga yuqib ketib qoladi. Bitta kana choqsa, bittadan ikkinchiga o'tib ketaveradi. Bir sutkada 30 tagacha yuqtirib qo'yadi. Yuqtiruvchi 30 tagacha molga yuqtirib qo'yadi. Shu uchun birinchi o'rinda o'sha dezinfeksiyada kralin dori foydalanish kerak. Suprametrin, niasidol. Keyin yana o'sha holatiga qarab, o'sha yopiq holatlarda mana shunday devorlarga salarka olib qo'yadi. Oddiy o'zimizda salarka foydasi bor. Kralinda ham o'sha devorlarga bakalashgan kesib qo'yishda foydasi bor. Keyin bir tarafiga chistalik qo'yish kerak, bir tarafga ichiga ozgina suv solib qo'yish kerak. Suvda parlanish kuchli bo'ladi. Parlanish holatda o'sha atrofdan o'sha kralinni hidi kelib turadi. Keyin o'sha tashuvchi kanalar, parazitlar, hasharotlar uni hidiga ko'p kelmaydi. Shunday. Ana qo'shimcha qilib aytganda, mana devorlarni ham ohaklab chiqsa ham ko'p bo'ladi. Ana shu joyiga qarab, yangi joylar bo'lsa kamroq holatda, agar eski joy bo'lsa, erinmasdan chorva mollarini o'sha kasallikni oldini olish uchun 3 oyga bir o'sha ahak suvini sepsa, umuman kana yurmaydi hisob, ko'paymaydi. Yo'qolib ketsin. Ko'p kasalliklarga ham foydasi bor. Shunday. Xo'p, ularni bilish uchun biz vizualni
ya'ni ko'zimiz bilan ko'rganimizda qatdan bilsak bo'ladi, bitkanalarimizni ko'payganini mollarimizda. Hozir deylik, bu mollarimizni ko'rib turibman. Nimadan bilamiz? Akalarimiz qatdan biladi bu narsani? Holati, kasallikning boshlanishi deylik. Tiroiroz kasalligi boshlanishi. O'sha yelkadagi, keyin sonidagi, chatandagi limfa bezlar, limfa tugunlar shishadi. Shisha boshlaydi. Tuxum deyondan kichkinaroq. Nasrenasi sal tushib, quloqlar sal pasayib, yo'tal bilan boshlanadi. Ishtaqalari ham demak yo'qoladi. Ishtaha sekin-sekin yo'qolib boraveradi, yo'tal bilan boshlaydi. Keyin kanani ko'rgan vaqtda dezinfeksiya qilish kerak. Agar qilinmasa, yana bir maslahatim, kanani yulmasin. Bilib bilmay, endi shu vaqtgacha ko'plar uni bilsa yulmaydi, bilmagandan yulib qo'yadi-da. Yulmash kerak. Qaychi bilan qiysa, kanani o'sha nishi molga ta'sir qiladi, yulib tashsa. Keyin o'sha qon buzilib, o'sha qondagi qon suyulish darajasiga kelib qoladi. Qon buzilgandan keyin. Shuning uchun kanani yulmay, qaychi bilan qiyish kerak, dezinfeksiya qilish kerak. Gap yo'q. Bu qaychi bilan qiyish kerak deganda qanaqa? Kanalar endi har xil, katta, kichkina. Endi kichkinaroq bo'lsa qiyalmay ekan, mayda kanalar bor-da, tosh kana, tog'ni kanasi. Ular dorilanadi, katta kanalarda bemalol yarmidan qiyib tashlaversa bo'laveradi. Bo'ldi, tushundim. Demak, kanalarni biz ko'rsak ham uni qo'limiz bilan olib tashamaylik. Tushundim. Ya'ni battar holatiga olib kelib, molimizni oxir oqibat nimaga olib boramiz? Oxir oqibat o'limga olib keladi-da. Yashang. Shuni endi aytolmadim, veterinar vrachimiz aytganlari yaxshi deb bularga qoldirdim. Xo'p. Demak, biz dezinfeksiya ishlarini bilib oldik. Xudo xolasa, ularni qanday tarzda va nimalar bilan dezinfeksiya qilishni hozir barchasini bilib oldik va ukollarga keladigan bo'lsak, bularga qarshi qanday ukollar ishlatganimiz ma'qul? Ukollar endi nima deydi? Oziqasidan boshlaylik. Oziqasidan? Ha. Oziqa maslahatim yaxshi gigiyena sanitariya gigiyena holatda qaralsa, birinchisi, ikkinchisi oziqa zo'r bo'lsa, oldin ham videolarimda aytib o'tganman, 75% kasallikni oldini oladi. To'ppa-to'g'ri. Dezinfeksiya, gigiyena sohasi, tozalik sohasi, keyin o'sha oziqa. Oziqa xohlasin ratsion, xohlasin masalan o'sha rejimiga qarab ovqat zo'r berilsa, umid baland bo'ladi. Shunda kasallik 75% cheklab o'tadi. Yo'q, men bergan savolim aynan bitkanalarga qarshi dorini Bitkanalarga qarshi hozir o'zimizda o'sha Samarqanddan chiqyapti. Poliamidin ham bo'ladi. Ushlaydi 20 kun, 25 kunga. Faqat poliamidinning ichiga trepanel qo'shib qilasizlar. Siz qilasizlar. Trepanel qo'shib qilinsa, bitta poliamidinga masalan, men shu yerda hozir 20 ta 18 ta mol bo'lsa, 200 gram poliamidin, bitta trepanel qo'shib 10 gramdan o'tkazsa bo'ladi, 25 kun, 30 kunga ushlaydi. Birinchisi, ikkinchisi, agar o'sha chorvador aka-ukalarimizga maslahatim Butachim ukol Gollandiyanikidan qilgan yaxshi. Ham davolashda, ham qarshi ukol qilinsa, oldini olinsa, immunitetni ko'tarib beradi. Boshlanish jarayonlarini yo'q qiladi. Butachimning foydasi katta. Emlab qo'ysa 3 oyga ushlaydi. Sinovdan o'tgan. Gap yo'q, aka. Zo'r. Xo'p, endi ozuqa ratsionini gaplashsak bo'ladi. Ya'ni mana yosh mollarimizni ko'rdinglar, juda kichkina mollarimiz. Endi juda emas, umuman olganda yosh mollar. Bularga qanday ozuqa ratsioni bilan boqqanimizni to'g'ri bo'ladi? Ozuqa ratsioni haqida bularga hozirgi vaqtda berilyapti. Makka uni, onli makka uni, bug'doy, Gerkules qilgan, ezgan bug'doyni, keyin hozircha kunjala yo'q. Silos, donli silos. Somon qo'shib beradi. Hozirgi vaqtda o'syapti bular faqat o'zi. Faqat o'sish jarayoni ketyapti. Xudo xohlasa bir 6 oy shu rejimda boqiladi. Keyin 3 oy 7 xil ratsion bilan boqiladi. 7 xil ratsioningizni ichiga nima kiradi va necha kilogramdan berasiz? Endi shu ko'tarilishiga qarab beriladi-da. Mana masalan mayda molga 1 kilo zo'rlik qiladi, kamroq qilasiz, ichiga qarab, o'tishiga qarab.
shu ratsion bilan berib boriladi. Umuman olganda baribir mollarni tirik vazniga qarab o'lchab berasiz. Oziq ratsionni agarda ko'proq berib qo'yadigan bo'lsangiz, u nabrot minusga ketadi, ya'ni ichi ketib boradi va yuqmaydi umuman olganda. Shunday, hozir o'sha oyligiga qarab, masalan 6 oylikka, 1 yoshga, 1,5 yoshga hamda o'sha o'suvchi, boquvchi mollarga ratsionlar tuzilgan. Holatiga qarab o'sha Telegram kanalimiz bor. O'sha Telegram kanalimizga o'sha ulanganlarga, ko'rib o'tayotganlar kanalimizda agar yangilar bo'lsa, vet 88 terib Telegram kanaliga ulansa, o'sha gruppaga ratsionlarni tashlab boramiz. Holatiga qarab, masalan, sigirlarga qanday, buzoqlarga qanday, boquvchi burdoqlarga qanday, shunga qarab ratsion orqali beraversa ham bo'ladi. Gap yo'q, gap yo'q. Juda zo'r, juda zo'r. Endi yana bir savolim bor edi. Bularni tezroq o'stirishga, ya'ni ko'p akalarimizdan kelib tushadi shu savollarimizni. Mollarimizni tezroq o'sishini xohlayapman, immunitetini ko'tarilishini xohlayapman degan akalarimizga sizni javobingiz. Birinchi o'rinda kelgan mollarga yangi, masalan, bozordan oldi, yo bo'lmasa Qozog'istondan olib keladi, Rossiyadan. Keldi mollar 2-3 kun karantindan keyin birinchi o'rinda ichki tashqi parazitlar. Обязательно tozalanish shart. Masalan, ivermektin, klozantel, roninol, albendazol, o'sha suspenziyalar yo albin tabletkalar, parashoklari bor. Mana shu Belarusiyani albin parashoklari bor. Uni bizlarda ko'p ommalashmaganda, ko'plar bilmaydi. Maslahatim o'sha ichki lechinkalarni to'kishga juda katta foydasi. Yozib olinglar akalar, yozib olinglar. Katta vitaminlardan olsangizlar bo'ladi. Belarusyan dorisi albin parashok juda effekti zo'r bo'lgan. Sababi sinovdan o'tgan, men o'zim berib boraman. O'sha uchun o'shalardan ishlashni tavsiya etaman. Gap yo'q. Keyin o'sha hozir mana yangi chiqayotgan o'sha o'suvchi bo'lgan holatlariga qarab, o'zgarishiga qarab vitaminlarni faqat bir xil emas, almashtirib qilish kerak. Masalan, bir vaqtda multivit, bir vaqtda butasal, mana o'sha Meosta qo'llarimiz chiqqan hozir. Meostani foydasi ham katta. Men ko'p fermalarga, chorvadolar ko'kalarimiz, xo'jalikdan mollarga ham qilib beraman. Ko'plar rahmat aytadi, efiga o'sishi mana shu mollarga tavsiya qilaman. O'stirishi hamda o'sha o'zgarishda zo'r bo'ladi. Demak, oqsil ko'pda tarkibida. Albatta. Xo'p, shuni bildikki, birinchi o'rinda biz ichki tashqi parazitlardan tozalab olib, keyin esa vitaminlar, multivit yoki butasal yokida Meostage preparatini qo'llasangiz bo'ladi. Mollaringiz tezroq o'sadi va tezroq yetiladi. Shunday. Immunitetni ham ko'taradi-da u. Immunitetni ko'taradi. Hozirgi vaqtda kasallikdan keyin, teleroz kasalligi masalan davolashdan keyin bitta ukol qilinsa, Meostage'dan immunitet ko'tariladi va tezroq tuzalishiga ham yordam beradi. Yo'qotilgan vazn tezroq o'ziga oladi-da. Tiklab beradi. Tiklab beradi. Shunday. Endi shu gap orasida bir fikr bildirib ketay, shu davolash bo'yicha. O'sha teleroz kasalligi bo'ldi. Shu davolash haqida ham qisqacha ma'lumot berib ketaman. Birinchi o'rinda o'sha ovqatdan qolyaptimi, pasiyaptimi? O'zi nasrinasi tushib, sekin molda ham aralash holat bo'laveradi-da, ves yo'qotish. Termometr isitmasini ko'rasizlar. Isitma bo'layotgan bo'lsa, o'zlaringizga yaqin, masalan, mana isitmani holatini aytib ketay. Eng norma davr hozirgi sharoitda chorva mollarida 37,5 dan 39,5 gacha norma holat. Agar 39,5 dan ko'tarilgan bo'lsa, birdan o'sha mahalla uchastka o'zlaringizga yaqin bo'lgan vet vrachlarni chaqirib, lechiniyani boshlaysizlar. Lechiniyaga bo'tachi imkon. Birinchisi holatiga qaraydi. Agar kasallik endi boshlanish bo'lsa, bitta bilan yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa 2 kundan 2 sutka yo 3 sutkadan pavtor yana bir xildan. Keyin ko'proq meditsinskiy kollardan ishlataman. Ko'p joylarda o'sha Telegram kanalimizda onlayn mol davolaymiz. Ko'p joylarda o'sha ko'p vet vrach aka-ukalarimiz ko'p meditsinskiy dorilar ko'p ishlatmay kelgan. O'shanga maslahatim, foydasi katta, efiga yaxshi, shunga ishlatsangizlar samarasi yaxshi bo'ladi. O'sha
yana aytib o'tib ketaman, o'sha limfa tugullarini qaytarish uchun ko'proq teleroz kasalligi o'pka bilan tegadi, nafas olish qiyinlashadi, o'pka faoliyati yaxshilanmaydi. Shu uchun maslahatim meditsinskiy streptomycin ukoli juda katta foyda beradi. Aytib o'tib ketaman. Natriy xlor birinchi boshlanishi, vitamin C 12, B6, askarbenka, vitamin C, vitamin kompleks homilador bo'lmasa immunitetni ko'tarib beradi, davolashda foydasi bo'ladi. Vitamin kompleks, keyin streptomycin, dexametazon. Oshqozon hazmi yaxshi bo'lmasa, noshifokor. Holatiga qarab qilinaveradi, bular o'smay qo'shiladi. Keyin yo'tal agar o'rtada pasaymasa, o'rtada betselin 5 ishlatasizlar. Gap yo'q. Shular bilan tez yaxshilanib ketilaveradi. Ana sizlarga shuncha maslahatli bizani doktorlarimiz tarafdan Xudo xolasa ilohiy mollaringiz kasal bo'lmasin va albatta nobodosiga kasal bo'ladigan bo'lsa, marhamat ushbu videodan siz bemalol foydali ma'lumotlarni olib mollaringizni sinasangiz bo'ladi. Kattakon rahmat hammanglarga. Aka, oxirgi gap sizdan. Nima deymiz? Yurtimiz, dunyomiz tinch bo'lsin. Allohim chorvamizga baraka bersin. Shu sohada ishlab yurgan veterinar aka-ukalarimizni hammasiga omad. Endi chorvada bo'ladi. Faqat to'g'ri tushuninglar, chorvador aka-ukalarimiz veterinarlarga ham oson emas. To'ppa-to'g'ri. Meditsina sohasi insonlar davolaydi, veterinariya insoniyatni davolaydi. Bizlar buni endi qo'ldan kelgancha o'sha kasallikni yoritishga harakat qildik. Shu uchun xalqimizga foydamiz tegganidan men xursandman. Doim yaxshi kunlarda ko'rish hammamizga nasib qilsin. Chorvamizga Allohim baraka beraversin. Hammamizga omad. Yashang. Kanallar yo'qolsin. Kanallar yo'qolsin albatta. Kanallar yo'qolsin, kasalliklar tezda ketsin. Yaxshi saqlansa, o'sha yaxshi bo'ladi. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, albatta podpiska bo'lib qo'yingizlar, like bosib boringizlar. Kanalimiz rivoji uchun juda muhim. Va albatta kommentariy. Shunday. Kommentariyaga o'zingizlarning fikringizni yozib qo'ldan kelgancha javob berib boramiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Muhammad, sizning ham ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p. Omon bo'ling.